Assalomu alaykum Chirchiq uy bozor kanali obunachilari. Bugun biz oktябrdamiz. Oktyabrda 207 to'li 3 xonali uyimizda sotuvda ekan. Shuni hozir men sizlarga obzori bilan ko'rsatib beraman. Xo'p, 3 xonali uyimizning kiraverishda chap qo'lda sanuzellari joylashgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sanuzellari вообще chot kelgan katta sanuzel ekan. Bemalol. Ko'pincha uylarda sanuzellar kichkina bo'ladi, kichkina xonalarga joylashgan bo'ladi. Bu yoqda katta ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu bitta xonasi spalniya qilishgan ekan. Xolislar spalniya, xolislar detskiy qilsalar bo'ladi. Xo'p, koridordan yurar ekanmiz, mana bu yoqqa televizorlarni o'rnatishgan. Bu mehmonxonalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib remont qilingan. Kirib yashashli uy ekan. Xo'p, bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana bu yoqda yana bitta spalniyalar. Xolislar spalniya, xolislar detskiy qilsalar bo'ladi. Endi to'g'ri yurganimizda xuddi domlarnikiga o'xshagan balkon qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Patologlari ham ancha baland. Xo'p, bu yoqda oshxonalar. Mana oshxonani tashqariga qaratib qilishgan, uyi tashqarisiga. Sababi o'sha hidlar chiqib ketishi uchun. Chunki ko'pincha shu onajonlarimiz ovqatlar pishirishadi, boshqa qilishadi. O'shanda hidlari tashqariga chiqib ketish uchun qilishgan. Bu uyimizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshagan uylarni o'tkazib yubormaslik uchun Chirchiq uy bozor kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.